Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugun navbatdagi qo'ramiz o'z egalari ketish arafasida inshaalloh. Bu yerda 4 tali qo'ramiz. 3 metrga 1,5 metrdan bo'lgan. Har bitta перегородка orasi 75 santimetrdan, bu перегородкалар chiqadi. Xohlasalar общинный qilib qo'yadilar, xohlasalar отдельно qilib qo'yadilar. Materiallarimiz заводской material. Pollarimiz toza sasna rossiyskiy qarag'ay. Ko'rishingiz mumkin, o'ta idealniy holatda bo'lgan. Oxirlarimiz ham chuqur holatda. 4 ta qo'yga. Har ikkita qo'yga bitta suv ichadigan paqirchasi. 3 metrga 1,5 metr bo'lgan. Inshaalloh yo'lga chiqish arafasidamiz. Kimga xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Pastda telefon raqamlarimiz bor. Bu yerda tayyor ishlarimizdan 2 talik, 3 talik, 4 talik hammasidan bor assortimentlarimiz, kataklar. Manzillarimizga keladigan bo'lsak, Andijon Namangan magistral yo'l yuzida Jidagapa qishlog'ida joylashgan. Kimga xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Pastda telefon raqamlarimiz bor. Bu qo'ramiz Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumaniga ketyapti. Barchaga rahmat.